Lankavida navbatdagi ajoyib tong. Ertalabdan ekskursiyamiz sari yo'l oldik. Navbatdagi manzilimiz timsohlar oroli. Bu orolda biz tushlarimizda ham ko'rmagan bir-biridan ajoyib hayvonlar, suv osti dunyosi, qushlarning go'zalligidan bahramand bo'ldik. Bu odamga boshqacha zavq beradi albatta. So'ngra kemamizga minib, navbatdagi orol sari yo'l oldik. Navbatdagi orolimizning nomi Homilador ayol oroli. Bunday nom olishiga sabab musavvir bo'lgan zot Alloh tomonidan chizib qo'yilgan yotgan holatdagi homilador ayol tasviriga o'xshash orol. O'zi bu orol okeanda joylashgan. Orolning ichida esa yana bitta kattagina ko'l bor. Bu ko'lning ajoyibligi okean suvidan farqli o'laroq bu chuchuk suv. Aniqrog'i juda ham katta buloq desa bo'ladi. Yeri tagidan alohida chuchuk suv ajralib chiqib, mana shu orolning ichida ko'l paydo bo'lgan. Sarguzashtimiz davom etadi. Keyingi orolimiz bundan ham qiziq. Burgutlar oroli. Bu orol juda ham ko'p oq va qizg'ish yovvoyi burgutlardan tashkil topgan. Bu burgutlar yovvoyi tabiatda o'sgan bo'lishiga qaramasdan anchadan beri ov qilmay qo'yishgan. Sababi bu joyga har kuni 200 dan ortiq kemada 2000 dan ziyod turistlar keladi va bu burgutlarni ko'rish uchun suvga go'sht tashlashadi. Tayyor go'shtlarni kelib paqqos tushirib, qorinni to'yg'izib, yana uylariga ravona bo'lishadi. Bu yerda yana Xul Shola oroli, Sher oroli, nomlari esimda yo'q yana bir nechta orollarga bordik. Bundan tashqari biz bora olmagan orollarni ham qo'shib sanasak, Lankavida jami 99 ta shunaqa orol bor. Xullas bir hafta davomida ulgurganimizcha kezdik.